Spark korobkasida kuzatilayotgan muammo akalar, korobkasini yechib olganmiz. 2-3 skurlarda, 4 skurlarda ham shirillagan ovozlari bor. Shirillagan ovozlarini yechib ko'rdik akalar, korzinga berdi ular joyida turibdi. Bizga berdi ulardan emas. Korobkani shu ko'ppog'ini yechganimizda ko'rishamiz, o'sha boltini qaranglar. Yechilib ketib, shesterni tegagan bo'lgan, shirillatib ovoz chiqargan. Yomonisiga qaranglar. Aylanyapti. Bilasizlar, hamma bolti bo'sh. Yaqinda korobka remont qildirishgan, yaqinda ochtirishgan ekan. Shunaqa shirilllagan ovozlar chiqibdi. Yog'larni almashtirdik, bo'lmadi. Shu ochib ko'rgan oxiri. Ochib ko'rganimizda shu boltlardan chiqdi ayblari. Ustalarni yomonlashmas, shogirdlarga bermasdan o'zlaring yig'ishni tavsiya qilamiz. Bunaqa muammolar bo'lmas uchun hozirda mana korobka ishlarini yetkazib beryapmiz. Agar shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, Vodiy avtoservisga murojaat qila olasizlar. Profilga obuna qilasizlar. Joyingiz sog' bo'lsin.